aholining davlat idoralariga ishonchini mustahkamlash maqsadida har bir hududda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari va virtual qabulxonasi tashkil etilganidan xabardorsiz albatta. Shu o'rinda yana bir fikrni afsus bilan aytish to'g'ri keladi. Agar prokuratura organlari va boshqa tegishli idoralarimiz o'z vazifasini vijdonan, qonuniy asosda bajarganda edi, biz xalq qabulxonasini tashkil etishga majbur bo'lmas edik. Bu prokuratura ishiga berilgan o'ziga xos baho desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Mana shu tanqidiy fikrlardan xulosa qilgan holda prokurorlar tegishli hokimliklar va boshqa mutasaddi idoralar bilan birgalikda markazda va joylarda bu ishlarni to'g'ri tashkil etishi, fuqarolardan tushgan murojaatlar to'liq va muddatida ko'rib chiqilishi ta'minlash zarur. Agar sizlarning eshiklaring ochiq bo'lganda, odamlar xalq qabulxonasiga emas, prokuror xonasiga borardi. Men pastda ishlagan odamman. Agar prokuror adolatli bo'lsa, bu prokurorning otasiga rahmat, adolatli deydi. Lekin xalq biladi, qaysi prokuror qanday qadam qo'yishini.